Çayxanaga cem bulduk bugün, yıllardan hem yeşil son tügün. Çalkıgan dıllarga çay sunup, to'xtamasdan qaynaydi çürgün. Çayxanada xo'shallik bardı, tinishmasdan birga kelayli. Terbiyelerden zoklanıp yana, mümkünlerden huzur alaylı. Hay hay! Mana. Kaynap gitti. Çaylarımız kaynap gitti, içken köngül yayrap gitti. Teşekkürdün bulbullar tınmay sayrap gitti. Vay vay! Kaynak gitti mana çaylarımız, kaynak gitti. Samaverlerimiz teyya, kaynak çaylarımız teyya, novat çaylarımız teyya, kan çaylarımız teyya. Çaycımız acayip heyya. Yigit bir şey Xabarjon kayfiyatlar qandığa qarab baqsam başqacha chiqibapsiz aldığa. Nemi deysiz Raziyagül kızmışma bugün siz. Vallahi öyle yalğız deyip baldur qaytqaştırmamsiz. Ma gipin gibi. Tatlı çayını içey dep, navatimni sep geldim. İş balamni yağız qalsın dep çayxanaga ap geldim. Mana. Endiki nöbetimizde Et Naqshani programmasını yaqinda qo'llab kelayotgan korxonchilarimizning biri bo'lgan, ya'ni New Style markasidagi masatir bilan tanilgan yangi iqlim biyopan texnik çay shirkatining qurg'uvchisi Gulzira xonimning azroq yurak so'zini bir anglaylik. Qani, marhamat. Yaxshimsizlar ekran oldidagi barliq do'stlar, yaxshimsizlar korxonchi do'stlar. Hammanglarning tushtinkilik xayrlik bo'lsin. Men yangi iqlim biyopan texnik çay shirkatining qurg'uvchisi Gulzira Abdushkurdin. Hammanglarga mehrli salom. Men izchil mushu ayollarning, ya'ni shundaqla go'zal xonim qizlarning go'zallik uchun, ya'ni shundaqla buningkinki barliq xonim qizlarning taraqqiyoti uchun izchil izlanib, garchi yeshim kichik bo'lsa-mu, izchil mushu korxonchilik kasbida o'rganib, bugungi kunda 4 yil bo'pti ma'mu izchil mushu teri asrash mahsulotlarini Shinjang bozoriga akirib, ko'plagan xonim qizlarning olqishiga erishib kelyapman. Men endi yaqinda yana 7 xil teri asrash mahsulotini Shinjang bozoriga akirdim. Men ishiman bizning mushu teri o'ngshash, teri asrash mahsulotlarini o'zini söygan barliq xonim qizlar texim yoqtirib ishlatdi. Ya'ni shundaqla atrofimizdagi nurg'unlagan go'zallikni topolmayotgan, ya'ni shundaqla igilik tiklash orzusi bor. Ko'plagan xonim qizlarmi cho'qim mushu yangi iqlim shirkatimga erishib, ko'plagan qadr qimmatni, ya'ni shundaqla güzellikni topalaydi deb o'ylayman. Bugungi kunda mushundaq Et Naqshani programmasi orqali bizni texmo yaqindan qo'llab bergan Okean televiziyasiga, ya'ni shundaqla Urumchi radio stansiyasiga chin qalbimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat, javob atdinglar. Hazır şunda yollat ketip ötüp şunda terileri süzük kaç teşidek terisi ba hanım kızlarını koysanlar yendi yakanarak mansanlar New Style de pravaskut geçiyor. Ras. Doğru. Gülçıray ayallarının gəm güzarı xan ayda pinhan qalblərinin dil sadası xan ayda. Sihirlik qollarının ısıq mikir xan ayda ağrıqlarının tən davası yenilişu xan ayda. Esel. Salam çayxanaga kelgan barliq korxonchilar, ham shundaqla musannat sohasidagi bizniki peshqadam ustozlar, ham shundaqla ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Men Shinjang Xanay xalqaro so'chak shirkatiningki qurg'uvchisi Patgul Mamtimindan mehrlik salom. Mana bugun Mayzoninki rahmat chayini ichib o'ltiribdik. Bugungi mush qo'ygan rahmat chayingizga rahmat. Endi mushu gapim kelsam bizniki Shinjang Xanay xalqaro so'chak shirkatimiz mushu Okean televiziyasi bilan Urumchi radio televiziya stansiyasi birlashib elib borgan Et Naqshani programmasida baholug'chi o'rinda o'ltadik. Nayiti ko'ngillik holda bu programmani tugatib oldik. Endi mush jarayonda bo'lsin va yoki bundan burun bo'lsin Okean televiziyasi bilan bizniki Xanay shirkatimizniki hamkorligi izchil davom qilib kelyapti. Ya'ni mushu 2020-yili Yeni yılda Qashqadaryoda o'tkazgan Xanay mashribimiz chanch ketgan bir maydon. Shu vaqtlardami
mush maizondan keyin nayit ko'p qo'llash ostida bizning mashrab nayit tutuqliq chiqqan. Mush munosabatda bo'lsin. Sizga cho'nqur tashakkurimni bildiraman. Rahmat. Bizdeki Xanay Soçak şirketimiz 2016 yıl kurulgandan tartib taki bugünkü kadar şu hanım kızlarınki sağlamlığı ve güzelliğini kesip kılıp izcil muş inak aile, inak turmuş, inak cemiyet muş berpa kılış şuarımız bilen izcil hanım kızlarınki sağlamlığı ve güzellik üstüde izinip kevatımız. Hem şundakla devletimizdeki muş namaratlıktan kutuluş siyasetiga yakından avaz ketip nurgulluğan aile ayallarınki igilik yaratish sahnesini hazırlap kevatımız. Karxanchi deganning o'zini modiga vaqtida karxanchi deganning o'zi hamkorlik, qo'llash, yordamda bo'lish desak tamamen buldu. Xanay şirketimiz yani UVA ve UVA güzelliği markasidagi mahsulotlar, yani hanım kızlar mahsulotini izchil 2016 yıldan tartib taki bugunga qadar Şinjan diyarida hanım kızlar sunup kevatımız. Hem bundan keyin şuarımız yanılam izchil UVA ve UVA güzelliği markasidagi muş ayollar mahsulotini keng japokash hanım kızlar sunush. Şu münasebette bundan keyin yana izchil muş Okean televiziyasi bilan hamkorligimiz uzoq davom etadi. Rahmat sizga. Rahmat. Ha, Qudratga, qo'shsin qiz. Mana çayxonamiz ajoyib yaxshi holatda davom etyapti. Bizning mezonning teşekkür çiğini içip şunda huzurlandık. Baş karxanchalarning hardiq chiqdi deb o'ylaymiz. Shunday. Et naqshani programmasi yo'l qo'yilib, nurg'ulg'an naqsha havaskordari sahnimizga chiqqan ekan. Sizlarga baholovchi ustozlarimizdan baho so'zlarini anglab o'ziga yanıma bir ilhamlarni o'ziga to'pladi deb o'ylaymiz. Ana baholovchi ustozlar qatorida o'rnagan Dilshod ustoz bizning yoshlarimizning orasida belgili ta'sir qo'zg'agan ijodiyat sohasida natija qozongan bizning eng sevimli ustozlarimizdan biri. Bugun Dilshod ham shunda bir esil sovg'atni butun karxanchalarning huzuriga taqdim etish uchun bir sovg'at tayyorlab keldi. Salam sevimli karxanchilar, mishadiki naqshchilar, san'atchilar, mezon qatorliq shunda bir lavdalar. Bayandan beri degandek Et Naqshani programmasi shunda bir güzel başlanib oldi. Albatta sizlardek sevimli karxanchilarning qo'llashi, mezondek bir tashkillikchining atrofda tashkillash ostida shunda bo'ldi. Qarasam abayning yog'i mishadiki naqshchilar hammasi ko'ngil sovg'isini ekyapti. Men üzemmo aytdim, lekin men üzem ishlab boshqaning aytqandan bekerak huzurlanaman-ku. Wow, mana shunga ijodiyatchi. Şuna men üzemning ijodiyatlaridan biri bo'lgan şu g'olimni so'ramay temizlik naqshini Dilara Abdushukur ijro qilgan. Dilara Abdushukurni sahnaga taklif qilib olsak deyman-da.
Qaynab ketdi. Bulbullar sayrab ketdi. Voy, o'ri turibman, putlarim og'rib ketdi. Uf. Eliqib dörintangning chapliq bo'lgan bo'lsa, biz o'ngishlarniki deyman. Qara yomonliqingni. Aşında kılaylık. Ben mama igiz başlık ayakta. Mimalığı çay koymayla putlurum işip gitti. Kesel saqay qız kelsa tevib o'zi kepti deb anlagan. Anıgan. Aş dörintangning eliqib chapliqni baqo. Ha. Bazaga salgan aşı xonim işe kepti. Vay. Çaydan bir yalı tatlık çiğimini koyay. Muşu dırıntağını çaplap. Aşı lik malgın dokuşlarına akçana miyim valla. Ondan sonra Adlet kızın köngül sözünü anlap bakınız. 尊敬的电视机前的观众朋友们，以及在座的各位年轻的企业家朋友们，大家好。好，谢谢。很高兴通过今天的幽默茶吧节目再次和大家相遇，很激动能作为企业家代表再次发言。我是陕西狄仁堂生物科技有限公司法律代表人，高太医品牌创始人阿德莱提爱和美提。Ben Şensi Direntan Biyopan Texnik Taraqqiyot şirketininki qonuniy vakili ve xalqarалық patent huquqiga erishgan Mujomat murakkab respublikaning doktorining bazaq salg'uvchisi Adolat Ahmadxon qiz bo'laman. Hammalar didorga ne'mat. Mujomat murakkab respublikaning doktor chapliqimiz bazaq silinib 4 yil mobaynida nurg'unlagan og'riq azobida qiynalıyotgan xalq ommasiningki muyassar bo'lishiga erishib bozorlik mahsulot bo'lyotidi. Direntan şirketimizmi başlıca Xi Jinping o'ttirib qo'ygan namoratlikning qutqizish siyosatiga asosan nurg'unlagan ayollarni, onun başka ali mektep o'quvchilarini xuddi menga o'xshash, onun başka nurg'un do'kondorlarni mushu sahada, mushu igilik tiklash sahasida yeni bir qatimliq igilik tiklash sahnasi yaratib berib keldik. E'lon tashviqot qilishimizga zo'r kuch chiqarib, Şinjanda oldin başlamchi bo'lib menayotgan Okean televiziyasiga alayda rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Tursun kız. Ay şunu aldı da. Vay 70 yaş anımızın şıkısı turamdı ne mi o? Vay. Çiğson. Ha? Çiğson. Kırışmam da. Aşı ben cık yol mağanmayım. Aş umak kızım çıkıp beni putulmayıp davalap koysun deyip. Adlet çıkır iken. Oy hazırlı çıkay Mujomat murakkab respublikaning doktorini kötürüp bulan. Bulan. Ay. Bir davalap yapçırma aş ananız ne? Qaynab ketdi. Bulbullar sayrab ketdi. Çayxanamızda acayip feyzi kaynaş bilen birge salla okumaysa şe'rni manga bir ilham geldi. Men demligen çayını içkendiken hammasi şair okudu. İnek men bu boğattım azak. So'ngakdan başqa yo'q deb, mezonda sana yoqqan gap az. Şık şairin oturdu tan şair ötme. Yaşsanlar ha. Taş üstenge taş yazsam. Yoldan ötken karaydı. Kaltıs boğaç mihirlen. Hoş. Çayxanamızın sahnesi çaknaydı. Mana. Salam, hürmetli qizaloqlar. Bir vatanning taraqqiyoti uchun tinim topmay kuch chiqarayotgan, taraqqiy qilayotgan, uyqusidan kechayotgan, orzular uchun to'xtamay tirishib izlanayotgan suyimli korxonchilar. Shundoqla suyimli ustozlar, hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men Xinjiang Mehnat Sochak shirkatiga barliq ish xizmatchi vakolatchilar nomidan sizlarga cho'nqur ehtiromimni bildiraman, rahmatimni bildiraman, sizlarga. Okean televiziyasi bilan Urumchi radio stansiyasi birlashib o'tkazgan Et naqshoni cho'ng tipdagi programmani nihoyat muvaffaqiyatli mushu suyimli korxonchilarning qo'llashi bilan jafokash ustozlarning baholashi bilan shundoqla Okean televiziyasiga barliq Mehmet Said efendining boshchiligidagi barliq Abduxabir Raziya riyosatchining boshchiligidan nihoyat muvaffaqiyatli o'ngishli o'tkazildik deb qarayman. Shu vaqtda mana bugungi dasturxonga bu korxonchilar ikkinchi qatim bir daxil bo'ldik. Men shuncha xursand bo'ldim. Bizden bu şu, her bir karxançı bo'lish uchun bir o'ziga tushliq bir ulug' bir hikoyasi bo'ladi hamda. Shunga o'xshash, bizning mo o'zimiz tushliq bir ulug' bir hikoyamiz bor. O hikoya balkim boshqalar uchun ulug' bo'lmagan bilan biz mehrlanliklar uchun o ajoyib bir doston, o ajoyib bir nazma, o ajoyib bir mo'ng'liq bir kuy.
Şoňa bizning şu mehirli mahsulotimiz izchil özüning xasligi bilan, özüning unumdorligi bilan şu 4 yildan beri izchil biz diýerimizge hanym kızlarning analarımızdan, bacılarımızdan, sığınlarımızdan sağlamlığa, salametliğe zor bir töhfelerini koştu. Özü mehirlen ismi cisme layık, zor şan şereflerine erişti. Biz bu mehirlen diye ismini koyuştuktan burun, nimene oyulduk diyende, şu 2016 yıldaki kadar birinciden benim anam ayarla kesel tevdik bu alemden hoşlaştı. 10 yıl 2 gün oldu büyüyen bana. Ben anam da 10 yıl 2 gün oldu. Ayarlı mı? Okşaşla ayarla kesilip kaldı. Şunu olan ben anamdım mı, üzerinden göremdim mi, ayrılıp kılıçtan korkup, ballarımdan mı bana okşaş, anasız kılıçtan korkup, ben muş sahiga üzerimden taş soğut sahibine vazgeçip, muş sağlamlık sahasıya kadem koydum. Padiyakında bizdenki, muş özümüzdeki enenevi Uygur tibabitan rızsı taynıp biz yakında özümüzden karaştık talqınını bazağı saldık. Bunun için biz az ecirlerini koymak hemmisini özümüzü kol tıkıp, təsdiq qilib, izlenip, zaten qaysi cihati bizden şu rayonumuzdaki kişilerge salametliğe, micazı, maskildiğini ahir biz kararını çıkarıp padiyakanda yana bir mesulatımızı bazağı salamet emmalarına bir kollap verişini sarayımız. Şu arzunu rava çıkarıp için elbette teşviqatsız, ilansız qarşı olmaydı. Şuna bizden nurgun rısplarımız bugünkü günde torlaşkan, ündedarlaşkan devletimizden bir de evzel şaraiti bilen endi namayan oldu, xalq sunuldu, xalq bundan menfaatlendi, söyündü, turmuşunu özgertti, taqdirini özgertti. Şuna Okean Televiziyası ile hemimiz emkarlasak bulduk. Kaynap ketdi, bulbullar sayrap ketdi. Ben kayılsa çaycı beyim. Hoş. Muşu özem yağlı kapak, yağmıgan kötektek tuğunum bilen. Hoş. Menin mi tas aş bulbuldek çıraylık avaz ba. Tal çubukdek evrişim zılva boyları ba. Nakş çupan dostum acıma. Mındak. Bana muş çayxanda oturdu anı iyi yedi. Kanda. Aşıraylık tatlık muğluk avazı bilen tal çubukdek zılva boylarına özünü bir lal kılayma. Hoş. Hele merhamet. Rahmat çayxanның güzel çayçısı Gülistan dostumuzga şundaqla barlıq çayxan əhli ermanlarga umaq tuqqunlar Gülmira Turgundan mehrlik salam. Bugünkidek katta sorunda sizler bilen yüz görüşüp muş çayxanda hem daxil bop oltduğunumdan ait xursand boldum. Aldı bilen muşu Okean Televiziyasının yani Mehmet Said efendimden bundaki işlerinin oңuşluq utuqluq bolsun için köngülümde ümit qilish bilen birge müşad oltduğan barlıq Gülçıray Karxançı xanım efendimlerinin işlerinin texim oңuşluq boluşunu sodasının katta bolup bizning jungo emas dunyo tunulup ketişini için köngülümde ümit qilmat muşundaq güzel daqiqalarga abay usullarını oynadık. Hemimiz birbirimizni qollab kelayotgan muşundaq güzel minutlarga barcha qalb muhabbatga to'lsin temasida muhabbat degan naqshamni so'qsam azizlarimiz yana bir qatam muhabbat qalblarga to'lsa rahmat.
Jan bolğaçqu hayat baharga özgergen hayatqa açıq çüçük həmmə tatlıq təm bergen yüreklərə baxıt şadlıq hayat gülünü tergen muhabbet sen uçmaz bir çolpan sen igane her insan etrafında pervane hem aşıklarga hem rasen hem xane köydürdü hem beni tem otlarda sersane muhabbet Hürmetlik karxançılar, çolpan uslazlar, hem ekran aldıdaki körermenler. Hemmanlarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men Şinjan Gülpari Korpusining qurg'uvchisi, mushu Fisher mahsulotini bozorga solg'uvchi Gülpiya xonimdan hemmanlarga mehrlik salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Men oliy maktabni bitirgandan keyin o'zimninki mush iglik tiklash orzuyim bilan mush karxonchilik yo'liga qarab kirdim. Endi mening bu karxonchilikqa kirishdagi maqsadim men bo'lsam bir dehqon oilasidan kelib chiqqan ko'rladim. Meni endi bu uydagi jafo tortib shundan test o'qitgan. Mush ota onam bek jafokash bizning uyda. Əməliyyatımızda karxançılarımızın gözdən hayacanlıq yaşaqıdı, minnətdarlıq yaşaqıdı. Bir karxançı olmaq həqiqətən asan emas. Gülpiya xanım bana özünün ticaret başlaş jarayonidagi turmuş keçirmişlərdə xoşallıq holatda, minnətdarlıq holatda gözləri yaşaldı. Bəlkə biz oylayımız Gülpiya xanımның özü çiraylıq, sözü çiraylıq. Mana bu şundaq minutlarda gözdən eqiyotgan yaşı, xoşallıq yaşı üçün Gülpiya xanım üçün bir çavaqlarımızı berib ötən bolsa. Şuna ben öydə bir balının çoğuyum. Biz 3 bal. Atanım neydi? Salametligi pek yaxşı emas bo'lg'ashqa. Ötkil pek japokash, ötkilning japasini. Bir yeniklasam diye oyda şunu bilan bu karxanchilik yo'lga qadam qo'ydim. Dastlabda bir oddiy bir ündüdar sodasını qılattım. Qilib şunun bilan onundan asta-asta taraq qildim. Taraq qilib şunun bilan mushunchalik bir karxanchi bo'lish mush yo'lga kirdim, mushunchalik taraqqiyotga erishdim. Mush mahsulotni hamda o'zim ishiltib unumini ko'rgandan keyin bozorga soldim. Mush 100 masalasini hal qilolmay kelayotgan muş xanım qızlarning ham efendimlarninki muş 100 terisidagi masalalarni hal qilsam men intayin xo'shal his qilaman. Shunga mushu xanım qizlarimizning 100 terisini biz sog'lom bir go'zallik ato qilsam degan ümidim bilan mushu mahsulotimni bozorga soldim. Mening bu mahsulotim bo'lsa mush doktorxonaninki retsepti bo'yicha dorigarlik zavodida ishlab chiqargan mahsulot. Şu zavod bilan hamkorlashish orqali Şinjan bozoriga soldim. Bu mahsulotni ishlatgandan keyin mushu har qaysi Şinjanning har qaysi joylaridagi
mush kang xaridorlarimiz ishlatib, xaridorlarimizning olqishiga erishgan, nəhayət ishonchli ham unumli bo'lgan mahsulotimizning birisi. Men bir korxonchi bo'lish sifatim bilan mushu bir çayxana programmaga qatnaşqanligimdan intayin xo'shal bo'ldim. Meningki mushu programmaga Okean televiziyasi bilan hamkorlashishimni umid qilaman. Qaynab ketdi. Dilla yayrab ketdi. Qara Qudratga. Xo'sh, Artu'da bir mahsulot var. Qurg'utchi Rashida. Yurak sözünü etmoqchi. Bugün şu kız Mishada. Mishada. Ara. Hoy. Rahmat. Salam, bugun shu çayxonamizga daxil bo'lgan barliq korxonchilar, barliq ustozlar, suyimli riyosatchilar, hammanglar bilan bugun mushundaq bir katta so'rinda asralashqanimdan to'liq xursand bo'ldim. Men shu Artui Esilzoda teri asrash buyumlarining qurg'uvchisi, ismim Rashida. Hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Qarşalamiz. Rahmat. Bizning endi Artui markamiz, endi bundaq bir gap bor-ku bizda. Ayollarning 18 yosh vaqti go'zal deydi. Amaliyotda go'zallik shu ayollarning 18 yoshida. 30 yosh vaqtimizga ayol go'zal deymiz. Endi bu yerda 30 yosh go'zalmi? Yo'q. 30 yoshlik shu ayol go'zal. Nima uchun? Shu 30 yoshda o o'zining shu jazbdorligini saqlay olganlikchi, shu esil salobini saqlay olganlikchi, shu o'zini asrab 18 yoshlik holatini saqlay olganlikchi go'zal. Bizning Artui teri asrash mahsulotimiz dal mushu uslubda 25 yoshda yuqorilar qarta terini asliga keltirish, yashartish shu iqtidorni o'ziga mujassamlagan Esilzoda teri asrash buyumlari. Mushu munosabat bilan bugun mushu Et Naqshani programmasining korxona baholag'uvchisi sifatida çayxonaga taklif qilinganligidan aytib xursand bo'ldim. Shundaqla mushu fursatni bizga yaratib bergan Okean televiziyasiga, Muhammad Said apandimga jonqur rahmatimni bildiraman. Yana o'zim yana bir salohiyatimni demadim endi bu yerda mushu Okean televiziyasining Jishing CEO'si. Rahmat. Rahmat. Özünükilinin namını xeli burun anladık. Okean elan işledi, biz mi taza tanladık. Hem qağınını şu Özünükil şirketinden Xan qız özlep bəsin mi? İstil. Yaxşımızlar çayxanaga kelgan barcha azizlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Şinjan O'snigul So'lcheklik şirketi Ürümqi tarmoq shirkat mas'uli Ruqiya bo'laman. Hammanglarga mendan oliy ehtirom, mehrli salomlar bo'lsin. Bizning Şinjan O'snigul So'lcheklik şirketimiz 2008-yili Aqsuda qurilgan bo'lib, shirketimizningki asosiy mush xonim qizlarimizningki girim buyumlari, yana teri asrashni asos qilamiz. Şinjan O'snigul So'lcheklik şirketimiz hozirga qadar mushu 10 yıllık kademini müşteri asraş hanım kızlarımızın güzellik için, hüsnünün güldek buluş için tirişip iznip kevatıdı. Annenevi bir karxançı buluş süptümüz bile yana şu zamanın terakkiyattan, ilgirleşten, maslış için tor sodası kadem koyup kevatımız. Şu münasebette özleminin bizden şirketinin yeni mesulatını yani şu Hüsnügül 6-cı avlad qarılğaç ulsi teri asraş, teri oksitlanish qarıştırış yürüşük məsələtlərimizin axbarat elan qilishigini yaqında Qasr Ali Mehmansarayda ötküzməkçi bolatımız. Amma şu çayxanaga kelgan barcha korxonchilarningki bizningki şu dasxanlarimizga daxil bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Shundaqla Şinjan O'snigul So'lcheklik şirketimizning yangi mahsulotimizga bizning talantli, yosh, go'zal şu Gülmira xan qizni obraz vakili qilib tanladik. Bundan keyin kishilarimizning texnik yaxshi bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Hamkorliklarni ko'zdaymisin. Qudratga, Meyzon. Hozir eshikni oldida bir qancha san'at talanti bor. Har millat do'stlarimiz eshikni oldida hozir taqozolar bilan mishay kirimiz deb turibdi. Ular Et Naqshani programmasiga qatnashmoqchi ekan. Ular deydi, mishay kirsak biz musobaqada ustaq bizga medal asragan barcha korxonchilar bor ekan. Bizga eng chiroyli so'zlar bilan baho beradigan baholovchi ustozlar bor ekan. Ham riyosatchilarmi bor ekan. Biz nahmada mushakib tizimtib olsak deb yomon taqozo bo'lib turibdi. Shu ularni akrar desak, ma korxonchi ustozlarimizning hozir o'rin masalasi bo'lib qelyapti. Amaliyotda çayxonamizga kelgan mehmonlarning hammani qarshi elaveramiz. Biz ashlarning hurmatini qilib oldiga biz chiqib olgan bo'lsak riyosatchilar. Qanday qaraysizlar? Xo'sh, marhamat. Marhamat. Chiqib shu mayrani bir tizimlatib shularning bir ishlarini qilib olgan bo'lsak.
Ondan sonra karxançı qızlar, davamlıq çayxana sizlərə getdi. Qızıb otursizlar. Xo'sh, unda olsa, yigit beshi. Xabir bilan Raziya yoshlarni kutib olishga emasmi? Yana biz mushaga talantli bir qancha o'zimizning san'at beg'idagi bir jup yoshlarni taklif qilsak. Xo'sh, unda olsa, Ilyos bilan Shamsiya, marhamat. Ovozi o'zgacha, ijodiyatlari o'zgacha, nihoyatda iste'dodli, fazilatli bu bir jup yoshga yana bir chavak alqishlarimiz bo'lgan bo'lsa. Xo'sh, unda bo'lsa tashnoliq ko'zlarimiz bilan, to'rt ko'zlarimiz bilan kutib atgan xush ovoz bulbulimiz Gulbahor Rahim. Sakining marhamat. Yaxshimizlar, ekran oldidagi barliq aziz ko'rurmanlar. Shundaqla Terishjon karxanchilar, yaxshimizlar. Sizlar bilan men mushundaq bir chiroyli so'rinda ham dasqanda bo'lganim uchun o'zimni intayin baxtli his qilaman. Oldi bilan men mushu barliq karxanchilarimiz uchun Ürümçi televiziyasi bilan Okean televiziyasi birlashib hamkorligidagi Eyt Naqshani programmasining g'albilik suratga ilinganligini, shundaqla Okean televiziyasi mushu barliq karxanchilarimizga minnatdorlik bildirish yuzidan o'tkazgan bugungi mushu faoliyatiningki utuqliq bo'lganligini, shundaqla Okean televiziyasidagi Mehmet Salih efendim. Barlıq karxanchilarimizga shunaq bir yaxshi sahnalarni o'zini tanıtadigan yaxshi bir sorunni hozir qilganligidan intayin so'yindim, xursand bo'ldim. Shundaqla barlıq karxanchilarimizning bundan keyingi tijoratlarining barakatli bo'lishini chin ko'nglimda umid qilib, Dilbahar Savdo cheklanish shirkatidan yana o'zim hammanglarga cheksiz tijoratlaringlarga barakat, ishlaringlarga utuq, shundaqla barliq ishlaringlarning g'albilik, natijalik bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilib, sizlarga o'zim yaxshi ko'radigan xalq naqshlarini, Qashqar xalq naqshlaridan Yaru degan naqshamni sovg'a qilaman. Oh
qiladigan go'zal nadir o'lmas naqshlarni ato qilib kelgandingiz. Hamda o'zingizniki yana bir ikkinchi bir talant, ikkinchi bir o'zingiz balkim buni bir ijtimoiy mas'uliyat bir o'zimning qildigan ishim deb bilgan bo'lishingiz mumkin. Ovozingizdek go'zal, asarlaringizdek o'lmas yaxshi mahsulotlarni xalqqa sunishingizni tilakdosh bildiramiz. Boya men ayat turgan vaqtda ayat turib shu mehmonlarga qaratmanda yerimdagi odam qarab boqmoqman. Yo qarsam to'sin qiz bo'lgan xalar rang tuzay qilib turibma. Qilin. Yo'q, qilin deydi. Men buni nim sababi nimiki bo'jab rang tuzay qilib deb o'ylasam, men yaqinda Sehr Nur bilan bir qilgan ishlari bor ekan, maxfiychi. Bugun to'sin qiz desinmi, Sehr Nurning vakili desinmi? Sehr Nurning vakili deb baqsin nima qildi deydi. Salam çayxan paranlığına gelgen barca mehmanlar. Salam barca sanatkar ustazlar. Ben Sehr Nur Soçak şirketinin şirket Ali hamkarlaşçısı Göher Musad'ın hemmalarına otluk salam, Ali ihtiramlar olsun. Ben üzem adi bir aile ayali. Mening mushundaq bir sahnaga chiqishimga, mushunchalik utuqlarga erishishimga albatta mening hamroyim bo'lgan yo'ldoshimniki qo'llashidan, qo'llab quvvatlashidan ayirib qarg'ila olmaydi deb o'ylayman. Shu sababdan shu yo'ldoshimga, ya'ni bolalarimni beqib qarab qo'yib qolgan shu yo'ldoshimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Sehr Nur Soçak shirkatimiz hamda yaqinda şu 2019 yılı 4. ayda kurulgandan başlap ta ki hazırgacha 10 xil mahsulotni, yani 20 xilga yaqin mahsulotni bozorga saldik. Bu jarayonda bizniki hamda liderimizniki izchil tirishi kecha gündüz izinib to'xtamay tirishchilik orqasida shu xonim qizlarimizniki mayli sog'lomlik jihatdan bo'lsin, mayli go'zallik jihatdan bo'lsin, mayli shu teri asrash jihatdan bo'lsin, har qaysi jihatdan izinib shu sog'lomlik mahsulotlari, go'zallik mahsulotlarini bozorga kelyapti. Ham bundan keyin texnik ko'plab turlar maydonga chiqish oldi turyapti. Shu munosabat bilan shu Sehr Nur Soçak shirkatimizning texnik taraqqiy qilishini, bundan keyin mahsulotning texnik ko'plab chiqib, shu keng xalq ommasi bilan yuz ko'rishib, keng xalq ommasiniki qo'llab ishlatishiga muyassar bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Sehr Nurni ishiltib to'sin qizmi uz bo'pti. Sehr Nurga agashgan xonim qizlar gul bo'pti. Eng oxirida shu Sehr Nur Soçak shirkatimiz bilan shu Tursun qiz adamniki obraz vakillik to'xtami imzolaganligini chin ko'nglimdan qarshi olman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Bir muvaffaqiyatning keyinda nurg'un odamlarning, nurg'un kishilarningki qon teri, nurg'un kishilarning ajri bo'ldi. Nurg'un odamlarningki kapital har xil shaklda selinib bo'lib kirdi bu mahsulotga yoki obraz bo'lsin. Masalan, korxonchilarimiz o'zining yurak qanini, pullarini, mollarini soldi. Agash kishilar o'zining yurak qanini soldi. Bizning obraz vakil bo'lgan kishilarimiz o'zining bir umr o'ziniki yaratgan obrazlari, o'ziniki iste'dodini mushunga mablag' kapital qilib soldigan gap. Bu demakchi bo'lganimiz bu yerda mushu çayxana paranları ve yoki mushu Okyan televiziyasi yo'l qo'yayotgan programmalar bizning umumiy masalan mundaqcha aytganda garmonik holatdagi, organik holatdagi bir hamkorligimizniki, mexanik holatdagi hamkorligimizning eng yaxshi sahnasi. Bugün mushu so'ringa yig'ilgan hammadan o'zimizni nihoyat baxtli chaqlasak bo'ldi. Chunki mushu iste'dodli kishilar bilan, go'zal ovozli cho'lponlar bilan, yo'l boshlovchilar bilan, karxanchilar bilan, iqtisodshunaslar bilan zamondosh bo'lib o'tag'anligimizda o'zini aytib bir baxtli ish. E'lon demak bizning e'lon san'atining shakli har xil bo'lib ketdi, ammo soda mangu e'londa ayrilmaydi. Salam çayxanaga yig'ilgan barcha karxanchi ustozlar, televizor oldidagi barcha ko'rurmanlar, hammangizlarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men Gülür Şirketining birlashma qurg'uvchisi To'qson qiz Aliyaguldan hammangizga mehrli salom. Bizning Gülür Şirketi qurilib, shu bozor sog'lom mahsulotlar, asosiy kirim buyumlari sog'lomlik mahsuloti. Bizning Gülür Şirketimizning tunji bozor sog'lom gultan mahsulotimiz o'zi bir xil mahsulot bilan 17 xil kasalga davo bo'lgudek mahsulot. Har birimizning oilasida saqlab qo'yishga tegishli mahsulot.
Aile doktoru deb nom olgan mahsulot. Hamda shu gultan mahsulotimiz biz gulrusliqlarni butun Şinjanga tunishtirgan eng ko'zir mahsulotimiz hisoblanadi. Yana ondan başqa xanım qızlarımızın işiltishiga mos kelgan shu gultan qiz ayollar gör mahsulotimizmi bir tal sınaq nusxasini ishiltish orqali 100% unumini ko'rdan qiltis bo'lgan mahsulotimiz. Gülür şirketimizin bazal sağlam mahsulotlar asosli kirim buyumlari sağlamlık mahsulotı. Bundan keyingi bazal salıngan mahsulotimiz yangidan yana 4 turimiz chiqish oldida turyapti. Bundan keyin yangidan bazal sağlam mahsulotimiz kirim buyumlari sağlamlık buyumlar oldu. Bizning Gülür şirketini qurg'uvchi liderimiz Xalchigul xonim Yoqubjon efendim. Shu vakolatchilarning keng iste'molchi xalqimizningki sog'lomlik ham go'zallik ham taraqqiyot uchun uzluksiz turda to'xtamay shu atrofimizdagi iste'molchilarimiz mos kelgidek ehtiyoji bor mahsulotlarni bozorga sepib kelyapti. Gülür şirketininki bundan keyingi taraqqiyotiningki hozirgidan nari yaxshi bo'ldig'ini ham ishonma. Biz Gülür'lar boshqalar qila olganini ham qila olamiz, boshqalar qila olmaganini ham qila olamiz. Yaxshimi çayxana programımızda men bilan bir ham dasturxon bo'lib o'tirgan barliq korxonchilar, ekran oldidagi ko'rilmalar. Men Şinjan Qalbnur şirketining qurg'uvchisi, qalbay mahsulotlarni ishlab bozor so'g'uvchisi Qarqash qizi Qalbnurdan hammanglarga o'tliq salom va a'lo ehtirom bo'lsin. Bizningki Şinjan Qalbnur şirketi 2019-yilda qurilgan bo'lib, 1 yil mobaynida 10 xilga yaqin ayollar sog'lomlik mahsulotini ishlab bozorga soldik. Şunun bilan nurg'un xonim qizlarninki igidek tiklash, o'zining sog'lomligiga ko'ngil bo'lish sharoitida fursat yaratib berdik. Bizningki shirkatninki bir qoidasi bor. Ayollarninki ichki sog'lomligi tashqi go'zallikning asosi deb. Biz 1 yil mobaynida ichki sog'lomlik bilan boshqalarga yaqinda yordamda bo'lib, nurg'un ayollarninki boshqa qiyinchiligini o'zi oila ayol turib bolalar qarayma, ayakdan oila ishlari bilan doktorxonaga berib davolamayotganlarga, o'ziga ig'ir besim hosil qilib, iqtisod jihatdan qilamaganlarga yaqindan yordam bo'lib, mushta bir yaxshi fursat yaratib berib, ayollar mahsulotini bozorga soldik. Uningdan boshqa yana ichki sog'lomlik bilan to'xtab qolmasdan, bu yil 2020-yili qalbga oid teri yoshartish va teri qirishni kechiktirish virus rangsiz kirim buyumlarini Şinjan bozoriga akirish oldida turyapmiz. Bu daqiqa shu et naqshani programmamizga shu korxonchilar, baholg'uchi korxonchilar qatoridan o'rinib o'ltirib, shundan keyin yana shu et naqshani programmamizga bağlıqçı olan karxançılar qatardım şu çayxana programındaki şu rahmet aytish çayida barliq karxançılarla birlikte o'tiribdik. Shuningdan birga şu okeandagi barliq xizmatchilarga, şu Şinjan Qalbnur şirketiga barliq vakolatchilar chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bizga shundaq ko'nlarninki anangni dadangga pardasiz ko'rsatma degandek bizga shunda e'lon tashviqatsiz bir mahsulotniki tashviqot bo'lmaydi. Shunda bizga yaxshi fursatlarni yaratib berganligidan chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Eng oxirida o'zi uyda o'tirib qo'yib nima ish qilarini bilmay qolgan, iglik tiklash orasida tingirqab qolgan barliq xonim qizlarni yetaklash va chiqish yo'lini tepib berishda Şinjan Qalbnur şirketi sizlarni har vaqt qarshi oladi. Rahmat sizlarga. Xo'sh, undan so'ng shu Qalbnur şirketining Qalbnur Ruxan qismida yaxshi so'zildi. Demak, har bir korxonchida o'ziga bo'lishga tegishli eng esil fazilat boshqalarning sog'lomligi, boshqalarga boylik yaratish, boshqalarga yaxshilik olib kelishni bir insoniy, kasbiy ham ijtimoiy mas'uliyat deb qaralganligini o'zi bunayet bir yaxshi ish. Biz buni nihoyat suyunib kelyapmiz. Men bu yerda Okean şirketiniki mushundaq bir katta so'rin hozirlab ham shundaqlar korxonchilarimizni mushundaq ilg'or fikrlik avangard holatda davrni oldida borgan korxonchilarimizga yaxshi sahnlarni davomli uyushtirib berishga tayyorlash bildirman. Yaxshimsizlar, bugungi çayxana programmasiga qadam tashrif qo'ygan korxonchilar. Shundaqla et naqshani programmasininki baholg'uchi ustozlar, shundaqla mening qalbimdagi men yaxshi ko'radigan ustozlarim. Hammanglarniki har joy vaqtinglar xayrli bo'lsin. Menki Şinjan Zulmaz xalqaro so'lcha shirkatining qurg'uvchisi Riyangildan sizlarga mehrli salom. Mushu Ali Qurban muallimniki darsiga qatnashdim bir kuni.
u malum deydi, bu ayollar amaliyotda ayollarni aciz deydi, ayollardek jinchiq narsa yo'q deb. Bu men nima deydigan deb o'ylagandim. Bugun mana bu yerga yig'ilgan korxonchilarning ko'piragi ayollarga. Men shunchalik xursand bo'ldim ham suyundim. Rahmat. Bizningki mushu shirkatimiz 2017 yılı 3. ayının 8. günü Ürümçide kurulgan. Endi mening mau turqum qarab ham sağlamlık bizning kasbimizcha. Qilsam nurg'un cho'ng apaşlar deydi-da, menalqi cho'ng apaş vakolatlarim ko'parak hamkorlashib. Sizningki bu yishingiz nisbatan siz kiyim-kechak girim bo'ynir tusungiz bo'ladi, siz nima uchun bu sağlamlık kirishib qoldingiz deb. Albatta, Bayatim Mehrlan shirkatining qurg'uvchisining deganidek har bir kasbda bir hikoya bo'ladi ekan. Mushundaq bir hikoya bu vaqtda uningdan biz muvaffaqiyat qozonaylik ekanmiz. Uningdan biz o'zimiz o'ylab baxmagan darajada utuqlarga erishib qoldi ekanmiz. Shuningdek, men 4-5 yil burun ayollar kesiliga giribtor bo'lib qolib, o'sha eng oxirgi bosqich. Shu sababdan men doktorxonalarda davolanish orqali degandek, shuningdan keyin bizda hammadan bak nima muhim. Bizda kam bo'lsa bo'lmaydigan. Hammadan bak pulimiz bo'lmasin mayli, kiyim kiymasak mayli, nimiz bo'lmasin mayli, biroq bizda mushu sağlamlığımız bulmasa qattiq bo'lmaydiganligini men his qilgandan keyin to'xtamayman. Shu o'z oldimga bir shirkatlar, bir korxonachi bo'lib, menga o'xshash mana shunday ayollarga mayli iqtisod jihatdan bo'lsin, mayli sharoit vaqt jihatdan bo'lsin, muntazam bir davolanishga sharoit yer bermagan mush ayollarımızga az to'la bo'lsin-mi o'zininki mush ahvoliga yaxshi bo'lgan bir fursatlarni yaratib beralisam, albatta men bir ayol kishi bo'lish sifatim bilan intayin xursand bo'laman. Shu shirkat xizmatchilari nomidan shundaqlar barliq vakolatlar nomidan O'xyan televiziyasidagi O'xyan televiziyasining qurg'uvchisi shundaqlar barliq ish xizmatchilarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Men bir manda o'ylab qoldim. Bayatın Abduxabir bilan Raziya chiqib ketdi emasmi? Mush Mahirlarni tizimlatqan. Bu qarasam Mahirlar intayin bek jiqga, men navbat tegdigandek emas. Bugun naqla mana mushu baholug'uchi ustozlarimiz, korxonchilarimiz bu vaqtda men bir naqsh etib baqaymi deb o'ylab qoldim. Dilshod esimmi? Alsan meni, istiyor